ko'chani nazorat qilish uchun kuzatuv kamera tanlayotganingizda shu 3 ta xatoni takrorlamang. Aynan ko'cha uchun kuzatuv kamera qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda e'tibor berishingiz kerak bo'lgani bu tasvirni sifati, ya'ni megapikseli bo'ladi. Ko'cha uchun qanchalik yuqori megapikselda kuzatuv kamera xarid qilsangiz, shunchalik tasvirni aniq ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi o'rindagi xato bo'lsa, bu kuzatuv kamera ovozli bo'lmasligi, ya'ni ovoz yozmasligi. Bir xil payt shunaqa voqealar bo'ladi, sizga обязательно ovoz ham kerak bo'ladi. Shunaqa payt ovozli kameralar sizga asqotishi mumkin. Uchinchi xato bo'lsa, kamerani ob-havoga chidamliligini hisobga olmasligi, ya'ni sifatsiz kuzatuv kamera xarid qiladigan bo'lsangiz, ob-havoning injiqliklari paytida ishdan chiqishi mumkin. Menga kuzatuv kamera sotuvchi sifatida unda kamera tavsiya qiling deysizmi? Aziz brenddan H80F kamerani sizga tavsiya qilaman. Ushbu kameramizni 3 ta ko'zi bor va har biri 4 megapikseldan bo'ladi. Qo'shimchasiga avtozum ham bor va 12 karat zoomgacha yaqinlashtirishi mumkin. Bu degani siz qaysidir obyektni ko'rganingizdan keyin anchagina yaqin masofagacha yaqinlashtirsa ham tasvir sifati buzilib ketmaydi. Kamerani qolgan funksiyalari bilan xos tanishtirib o'taman. Bundan tashqari, odam va mashinani alohida aniqlaydi, keraksiz bildirishnomalari kamayadi. Color Night Vision orqali tunda ham rangli va aniq tasvir beradi. Telefon orqali live kuzatishingiz va boshqarishingiz mumkin. Kameraning ichida mikrofon va audiosi bor, ikki tomonlama audio aloqa qilsangiz bo'ladi. Xotira kartaga yozadi va arxivni telefondan ko'rsangiz bo'ladi. Tashqi sharoitga moslangan korpusi bor, issiq, yomg'ir va changdan himoyalaydi. Uy, ofis, magazin yoki sklad uchun qulay xavfsizlik yechimi. Hamma nazorat bitta telefonda. Sizga ham ushbu kuzatuv kameradan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirilgan raqamlarga aloqa qilsanglar bo'laveradi. Bizda dastavka xizmati O'zbekistonda barcha viloyatga mavjud. Anas Vision sizning ehtiyotingiz haqida qayg'uradi. Ko'pchilik uyga kuzatuv kamera qo'ymoqchi bo'lsa, ko'chaga, ya'ni xato qilib qo'yadi. Birinchi o'rinda narx masalasida menga arzonroq tushsa ham kamera olsam bo'ldi deydi yoki bo'lmasam qaysidir funksiyalarni unutib qo'yadi-da. Narxi arzon bo'lgan yoki sifati past bo'lgan kuzatuv kamerani qo'yib qo'yib, keyin o'zi asrasin, lekin qanaqadir favqulodda holatlar bo'ladigan bo'lsa, ushbu kamera arzonligidan yoki sifat darajasi past bo'lganini hisobiga o'zi kutgan effektni ola olmaydi. Shu masala bo'yicha video qilganmiz. Videoda o'zingizlar ko'rib chiqdilaring. Birinchi o'rinda muammolarni aytdik, qilingan xatolarni aytdik. Keyin o'zimiz sinovimizdan o'tgan, o'zimiz tavsiya qila oladigan Aziz kamerasini sizlarga tavsiya qildik. Ushbu videodagi kuzatuv kamera sizlarga manzur kelgan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, operatorlarimiz ishlab turishibdi. Dastavka xizmati bo'lsa, O'zbekistonning barcha viloyatiga mavjud. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Endi shu va shu turdagi kuzatuv kameralari har bittasiga biz Telegram kanalimizda detalni yondoshib, alohidadan obzorlar qilib chiqyapmiz. Mana shu videoda ssilkasiga, ya'ni kommentariyasi bilan opisaniyasiga Telegram kanalimizda ssilkasini qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalida narxlari bilan bemalol tanishib, kuzatuv kameralari o'zingizlar alohidadan detalni ko'rib chiqib, bemalol o'zingizlarga manzur kelganini Telegram lichkamizga ham yoki qo'ng'iroq qilibmi bilib olishlaring mumkin. Shuning uchun barchalarni kuzatuv kamera kanalimizda kutamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringni xohlaymiz. Telegram kanalimizda xudo xolasa tez fursatda 1000 tadan o'tadigan bo'lsa, obunachilarimiz qaysidir kuzatuv kamerani aksiyaga qo'yamiz yoki bo'lmasam shundayligicha sovg'a qilib olishimiz ham mumkin. Faqat sizlardan shunaqa maksimal aktivlik va kanalimizga obuna bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Barchalarni do'konlarimizda kutib qolamiz. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar, chunki xudo xolasa bundan keyin yanada ko'p kuzatuv kameralar haqida batafsil ma'lumotlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashishga harakat qilib, ko'p YouTube kanali aktiv bo'lib turishga harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat.